bilan hamisha yonma-yon bo'lganmiz va yorqin xotirasi mudom yodimizda qoladi. Barcha kunlarni boshimizdan o'tkazdik. Barcha sinovlarni boshimizdan o'tkazdik. Lekin bitta narsani men sizlarga aytsam. Barcha sinovlarda men faqatgina xalqimizga tayanganman, suyanganman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham Islom Abdug'aniyevich, biz ham sizni doimo xotiramizda saqlaymiz va takror aytamiz. Tashakkur, rahmat sizga. Donoligingiz, tinch osuda tonglarimiz, o'zimizga ishonch imkoniyati uchun tashakkur.